Dünyada hozir 5500 til bor. Shu tillarning hammasi yaxshi, hammasi ehtiromga loyiq tillar. Biroq mening uchun turkiy tillar boshqacha. Turkiy tillar ichida ham Turkiya turk tili, ham o'zbek turkiy tili mening uchun boshqacha. Men 16 yoshda 1986-yilda bitta radio tinglab o'zbek tilini o'rgandim. Bir o'zbekni ko'rmay o'zbek tilini radio tinglab o'rgandim. Nimaga shunday oson bo'ldi? Nimaga qiyin bo'lmadi? Shuni aytmoqchiman sizga. Shu bizning tillarimiz turkiy tillarning hammasi bir daraxtning shoxlaridek. Shoxlari kabi. Va shularning hammasining ildizlari, tomiri bir va grammatikasi bir tizimli, bir logik bor, mantiq bor ularning ichida. Shuning uchun bizga bir-birimizning tilini, lahjasini o'rganish hech qiyin emas. Bizning so'zlarimizning ko'pragining tubi bir so'zlar va tarixda ishlatilgan so'zlar, adabiyotda ishlatilgan so'zlar. Agar biz adabiyotni, tarixni bilsak, shu bir-birimizning tillarini o'rganish yaxshi. Hozir qo'limizda ko'p fursatlar, imkoniyatlar bor. Shu internet orqali tilni o'rganish osonlik yaratadi, osonlik beradi bizga. Va videolar bor. Men agar videolar topsa edim 16 yoshda o'zbek tilini shundan yaxshiroq gaplashar edim. Shuncha o'rgana oldim. Nimaga? Tinglab o'rgandim. Biz Balıkesir Üniversitesiga bu yil ichida O'zbekistondan 250 dan ko'p o'quvchi va o'qituvchini oldik. Ham biz o'quvchilarimizni yubordik O'zbekistonga. Biz Balıkesir Üniversitesida hozir oktyabrning 21-ida O'zbekistonning dil bayramini birga bir bayram qilamiz. O'zbekistondan kelganlar bor, bizning o'zbek talabalarimiz bor, ham bizning o'quvchi va o'qituvchilarimiz bor. Ular ham turk tili, ham o'zbek tili. Alisher Navoiydan, Fuzulidan, bizning turk shoirlardan turkiy tilning bayramini birga qutlaymiz. Men O'zbekistonning bayramini, til bayramini tabriklayman. Bütün hamma o'quvchilarimizga, barcha do'stlarimizga o'zbek tilining ahamiyatini, qanday muhim bo'lganini ularga bildiraman. O'zbeklarning o'z tillariga shunday bir ehtirom ko'rsatishidan men ko'p xursandman.